Azizlar, mana bu hozir Uhud tog'ini yonbag'ri tomonidan ketyapmiz. Qur'on bosmog'idan chiqib. Bu yer ajoyibda mana, sizlarni hayron qolasizlar mana. Mana bu yo'l. Mana oldin bir ko'rsatuvdim. Yo'lni bu yoqqa haram tashqarisi, bu yoqqa ichkarisi. Mana haramda hudud degan bilayman. Yo'l bo'yi ko'kor bedasizlar. Qizig'i Dajjol mashaga mash tomondan keladi deyshapti. Shu yo'lda Mashhadgacha keladi, bu yoqqa o'ta olmaydi. Bu yoqda har bir yo'llarda ikkitadan farishta qilich osgan farishta turadi. Abla mikrofon, bog'on mikrofon. Dajjol shularni ko'rib, ashunga qo'rqib kilometrlar. Mana yana bittasi turibdi. Azizlar, mana yo'l-yo'lakay ketarkansizlar. Biz hozir bir ajoyib yo'lda ketyapmiz-da. Bu ham bo'lsa Uhud tog'ini yonbag'ri mahallalarida ketyapmiz. Katta yo'l. Dajjol kelsa shu chegarada turadi degan rivoyatlar bor. Madina Munavvarani atrofida Madinaga kiradigan yo'llar bor. Tog'larning oralari. Har bir tog'larning oralarida